Xitoy Xalq Respublikasi O'zbekiston uchun qanday ahamiyatga ega? Har qaysi O'zbekistonda yashayotgan odam, jamoatchiligimiz, xalqimiz mana shu masalani o'ziga ko'ndalang qo'yib, o'ziga yaqqol shu masalani tasavvur qilib, shu savollarga avvalambor javob berish kerak. Ya'ni o'ziga javob berish kerak. Xitoy bizlar uchun qanday ahamiyatga ega? Nafaqat bugungi kun, bugungi davr, ertangi kun uchun qanday ahamiyatga ega va bizlarning aloqalarimiz O'zbekistonga avvalambor nima berishi mumkin? Bizlar Xitoy bilan do'stlik, umuman hamkorlik o'rnatish hisobidan nimalarga erishishimiz mumkin? Qanday istiqbollar oldimizga ochilishi mumkin? Xitoy qanday davlat bo'lgani to'g'risida ortiqcha gapirish. 1 milliard 250 million xalqqa ega. Ya'ni yana bir bor aytaman, dunyoni, jahonni xalqini hisoblang, qancha bo'ladi? 21, taxminan 22% butun dunyoni shu Xitoyda yashaydi. Va kerak bo'lsa shu faqat aholi hisobidan emas, bugungi qudrati hisobidan agar Xitoyni biz baholamoqchi bo'lsak, bugun Xitoy haqiqatdan ham nafaqat xalqi hisobidan, aholisi hisobidan, qudrati hisobidan, hozir kuchga kirayotgan hisobidan va avvalambor ertangi kunni agar bizlar o'zimizga tasavvur qilsak, ertangi kunni o'zimizga yaqqol faraz qilsa agar, ertangi kun nuqtai nazaridan bu Xitoy buyuk davlat. Bugun buyuk davlat va ertangi shu buyukligi, uni qudrati, uni kuchi o'sib borayotgan davlat va kerak bo'lsa xalqimiz shuni bilish kerak. 21-asrni birinchi 10 yilligi yo kerak bo'lsa 15-20 yil davomida 21-asrni bu davlat, bu faqat mana hisob kitobim emas, mana tasavvurim emas, butun dunyo tan olyapti. Bu Xitoyga qarshi chiqadigan, Xitoyni unda yoqtirmagan kuchlar ham majbur shunga tan berishgaki, Xitoy 21-asrning boshida eng kuchli va kerak bo'lsa eng davlatlarni, qudratli davlatlarni bittasi shu bo'ladi. Bunga